Assalomu alaykum birodarlar. Bugun biz sizlar bilan Ezvizda Wi-Fi kamerasini to'liq o'rnatishni ko'rib chiqamiz. Unda boshladik. Kamerani birdan o'rnatib olishdan oldin uni aktivlashtirib, telefonga ulab ishlatib olishni tavsiya beramiz. Demak, biz ham shunday qilamiz. Uning uchun bizga sifatli yaxshi fleshka kerak bo'ladi va mana kameraga fleshkani joylab aktivlashtirib olamiz. Mana kamerani yoqib oldik. Mana bu joyni ochiq qoldiryapmiz. Mabodoga kameraga sibros berish kerak bo'lib qolsa, App Store, Play Marketda mavjud Ezvis ilovasi kamera qo'shiq qilamiz. Mana skanner qildi. H4 kamera, Add-ni bosamiz. Kamera ko'rsatishni boshladi. Xo'p, yana Next-ni bosamiz. Bu yerda parol yaratish kerak. Parolni yaratdik. Pastdagi ko'k tugmani bosdik. Tasdiqlashni bosdik. Ofis tanladik. Mana kamera ko'rsatishni boshladi. Endi ichidagi fleshkani bir marta reformat, ya'ni format berib yuborsak, mana format berib yubordik. Endi bu biroz vaqt olardi. Men qisqaroq bo'lishi uchun bu joyini kesib tashladim. Mana biz eventni tanlab qo'yganmiz, ya'ni harakatlarni to'liq 24 soat biz faqat eventlarni yozadi. Mana zapslarni ham ko'rsatishni boshladi fleshkadagi. Agar sizga zapsni cloudda turadiganini qilmoqchi bo'lsangiz, o'shani tavsiya beraman. Faqat uni har oylik to'lovi bor. Chiroqni yoqib sizlarga ko'rsatib beryapman. Ko'pchilikka o'sha cloud tavsiya beramiz, faqat moliyaviy tomondan ozgina qimmatroq. Kamerani telefonimizga ulab faollashtirib oldik. Endi o'rnatish jarayonini ko'rib chiqamiz. O'zi Ezvis kameralariga pitaniya kabel yetadi, lekin biz UTP kabel tashlab qoldik. Sababi internetni ham shu kabel orqali Wi-Fi dan olamiz. 12 volt pitaniyani ham shu kabel orqali bu yoqdagi routerdan va yonidagi pitaniyadan jo'natib qolamiz. Mana 4 tasini konnektorga va qolgan 4 tasini ikkita qilib plus-minus 12 volt pitaniyaga ulab qo'ydik. Kamerani o'rnatib oldik. Bu yoqdan 12 volt tokni va 4 tali qilib Wi-Fi dan internetga berib yuborsak bo'ldi. Kamerani hamma joyini ulab bo'ldik. Wi-Fi dan kabelni ulab internetni ham berib yubordik. Endi Ezvis ilovaga kirib tekshirib olamiz. Mana kamera ishlayapti. Aktiv holatda zaps ham qilyapti ekan. Shu bilan navbatdagi mijozimizni ham, ya'ni klientimizni ham ishini tugatdik. E'tiboringizga rahmat. Xizmat bo'lsa aloqaga chiqib olasizlar.